Arab tili borki arab millati bor, rus tili borki rus millati bor, o'zbek tili borki demak o'zbek millati bor. Til bo'lmasa millat ham yo'q. Shu sababdan til doimo siyosiy va hassos masala bo'lib kelgan. Qaysi bir millatda ruhini, mafkurasini o'ldirmoqchi bo'lishsa, birinchi navbatda uni tiliga hujum qilishgan. Shu sababdan biz ona tilimizdan hamma narsadan ustun qo'yishimiz, uni hurmat qilishimiz, uni himoya qilishimiz kerak. Agar siz ona tilingizda ota-onangiz kabi ravon gaplasha olmayotgan bo'lsangiz, demak siz o'zbek tilini o'ldiryapsiz. Chunki ota-onangizdan to'liq ola olmagan tilingizni farzandlaringizga yanada buzuqroq holatda topshirasiz va shu bilan til ham yo'q bo'lib ketadi. Bu holatni o'nglang. O'zingizni tilingizni chuqurroq o'rganing. O'zbek tilida yozing, o'qing. Faqatgina bozorcha shaklda suhbat emas, balki sizni minbarga olib chiqib qo'ysa, shu minbarda nutq qila oladigan darajada o'rganing. Shoir aytganidek, 1000 yillarkim bulbul kalomi o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Do'stim, bulbul bo'ling, o'z ona tilingizda sayrang.